Bugun sizlar bilan Forex bozorida o'tkir burchakli, uchburchakli siz bilmagan asosiy qonuniyatlarini real grafikda tushuntirib beraman. Mana sizlarga o'tkir burchakli, uchburchakni hisoblanishini o'rgataman. Bizga kerak bo'ladigan asosiy 3 ta narximiz bor. A, B va C narxlarimiz. Bizlar A ni D ga ko'paytirib C ga bo'lamiz. A dagi narximiz 3251. 3251. Ko'paytiramiz D ga 3154. 3154. Chiqqan natijamiz C dagi narx, ya'ni minimumga bo'lamiz 3121 ga. 3285 narximiz. Mana ko'rib turibsizki 3285 dan qanday reaksiya kuzatilgan. Borib bergandan keyin orqaga reaksiya kuzatilib va breakout qilingan va breakoutdan keyin trend davom etib ketgan va yana qaytib kelib ikkinchi marotaba ham o'sha narx bizlarni qaytarib yuboryapti. Juda ham